Apelsinni tuzga botiring va sizni endi hech narsa bezovta qilmaydi. Bu bolalar va kattalar uchun ajoyib vosita. Men sizga bir nemis shifokori tavsiya qilgan retseptni ulashaman. Yarim qoshiq tuz oling va apelsinning ustiga seping. Ustidan biroz soda seping. So'ngra ustiga ozgina shakar seping. Endi bu aralashmani apelsinga yengil surtib chiqing. Ba'zi shifokorlar apelsinni shu tarzda iste'mol qilish organizmga juda foydali bo'lishi mumkinligini aytishadi. Endi ustini biroz bosib, shlyapka bilan yoping. Apelsinni biroz bug'lash kerak, ichidagi sharbatni chiqarish uchun. Uni mikroto'lqinli pechga 2 daqiqaga qo'yamiz. Bug'langan apelsinni chiqaramiz. Apelsinni olib elakdan o'tkazamiz. Mikroto'lqinli pechdan keyin sharbat juda oson ajraladi. Bu chindan ham ishlaydi do'stlar. Bir och qoshiq bu vosita va yo'tal 10 daqiqada yo'qoladi. Bu lifehackni saqlang, do'stlaringizga yuboring, foydalaning va sog'lom bo'ling.